Bugun negadir lag'mon yegimiz kelib, o'zimiz yoqtirgan vodiy oshxonasiga bordik. Lag'mon bormi desak, yo'q, afsus qolmadi. Endi tayyorlaymiz deb aytishdi. Nima kayfiyatimiz tushib ketdi deb o'ylaysizmi? Hech ham-de. Tezda ikkita bir xil fartuq topib beringlar, o'zimiz o'ng qo'llarimizni o'ynatib lag'mon tayyorlab beramiz dedik. Lag'mon uchun tayyorlagan 2 kilo xamirimiz ko'rib turganingizdek 7 barobar ko'payib ketdi. Maqtanish ma'sum Fotima Zuhra bor joyida baraka ko'p bo'ladi. Shuncha xamirimiz uvol bo'lmasin deb mazali bo'lgan patat nonlarni ham yopib tashladik. Yoshligimizda onajonimiz bilan birga ovqat pishirganimiz esimizga tushdi. Oshxonadagi illiqlik, un hidi va ularning go'zal ovozlari. O'sha paytlar bizga xamirni qanday yoyishni emas, aslida hayotni qanday yashash kerakligini o'rgatgan ekanlar. Qizlarim, xamirni shoshmasdan yoyinglar. Qancha sabr qilsangiz, shuncha yumshoq, shuncha moyil bo'ladi. Hayot ham shunday. Qattiq bosangiz yorilib ketadi. Mehr bilan muomala qilsangiz, u sizga shirinlik qaytaradi degan gaplari hali hanuz esimizda. Xamir ham cho'zilgani kabi umr ham cho'ziladi. Lekin faqat mehr bilan, sabr bilan, duo bilan. Va o'zimiz maza qilib yeydigan vodiy oshxonasining mazali tandir somsalarini yopishni o'rganib oldik. Biz pishirgan taomlarni yeb ko'rgan insongina qo'li gul oshpazligimizni tan oladi. Kerak bo'lsa tangamni ham ortda qoldiramiz. Hammasi hazil. Oshxona bugun ovqat hidi emas, xotira hidiga to'la bo'ldi. Onajonimizning tabassumidek shirin, so'zlaridek ta'sirli. Voy, hidlaridan mazali cho'zma lag'monimiz ham tayyor bo'ldi. Oshpazlik mahoratimizga baho bering.